Assalomu alaykum, Xorazm xalqi. Unda xudo xolasa yani son nishon bollarimizni ustanib ketmaga keldik. 5 tane, yana 3 tanasi bor keladigan. Onda qolganlari, zapchaslari yodlaringizda bo'lsa, mana shu üstüne 4 tane koydik. Hozir endi bu ikki patizli donmi eng yuqorisidan qo'yamiz shuni. 8 tane qo'yiladi ekan. Shularni xudo xolasa videoda onu ko'rib qo'ysangizlar, polni ustanib ketib koyamiz. Videoda onu görüp koyinglar. Yine maşinimiz xizmatda. Hozir kran kelsa, xudo xolasa mana ishlarni tushirib olamiz. Assalomu alaykum Xorazm xalqi. Yana bir bor. Yine уже yani video davomini görüp o'tirgan bo'lsangizlar, уже xudo xolasa 3'e chiqdik. Bunda уже ingnash jarayonini boshladik. Karkazlarını. Tak, yine polni karkazlarını sürekli inglab turibmiz. Pastda hozir kranni ko'chirib turib, xudo xolasa inshodan polni vajdan olib turib yana qo'yamiz. Bu yerdan qo'ygan ekanlar 4 sini. Bu yerda 4 qo'yilgan. Bunda biz avval safar qo'yganimiz 4 tane solnishni bollarimiz. Solnishni panel bo'lsa ham, xizmatlar bo'lsa ham aytaverasizlar, yana solnishni panel ustanib kelgan ham qilingan bu yerda. Şimdi bizden işlerimiz santexnika, Xorazm santexnika servis. Şimdi hizmetler olsa müracaat etaverasizlar. Ekranlarda telefon nomerlerini kaldıramiz. Video davomini kuzatib boringlar. Yanında hozir kranimiz, onda balla xudo xolasa inglab kranni bana o'tiradilar. Polni video davomini kuzatib borsangizlar, bitirib hammasini taqib ishlatamiz xudo xolasa.